Zot. Abdulahatning gapi bor ekan sizda. Aboylarimiz Rossiya, Belorussiya, Ukraina aralash 80 ming so'mdan skitkada. Skitkada. Aboylarimiz bu ham xuddi shu firma 100 ming so'mdan skitkada. Bu yerda O'zbekiston, Xitoy aralash aboylarimiz bor, skitkada 135 ming so'mdan. Okey. Ular ham xuddi shunaqa 135 ming so'mdan skitkada. Hammasi yangi aboylar. Hammasi yangi aboylar. Yangidan bo'ladi. Kerak. Gapingiz ko'p ekan, ha? Haydek fasonda yangi aboylar. Belkabina aboylarimiz oddiylikni xohlaydiganlar uchun. Bu tomonda usulini ham o'sha skitka qilib yubordik. xuddi o'sha narxda. 135 mingdan qilib beryapti rulonni. Hurmatli obunachilar, bunaqangi hozirgi kunda trend bo'layotgan aboylarda ham skitka narxida ukamiz berib boryapti ekan. Xo'p, davom etamiz. Mana bu tomonda xuddi shunaqa O'zbekiston, Xitoy aboy aralash. Aralash. 155 ming so'mdan skitkada. 155 ming so'mdan bu ham skitka. Ha, Adatomniy, Atacento, okey, bularni ham ko'rsatgan. Oshxona boblari, ko'pxonalari bor. Zalga, mehmonxonaga. Bular 155 ming so'mdan. Endi yana bu tomonda xuddi o'sha aboylar bitta narx qimmatroq. 180 ming so'mdan. Bular ham shunaqa zalga, bular spanli bor. Kim xohlasa xohlagan tomonga yopishsa bo'ladi. Endi mehmonxonaga, oshxonaga deganlarga ham mana skitka bo'layotgan bular. Xo'p, yana-chi? Endi kel. Bir boshdan ko'rsatib rossiyskiy aboylarimiz, pul rossiyskiy toza mo'yshi aboylarimiz ketkada 220 ming so'mdan. 220 ming. Shunaqa. Qalinligini ham bilish kerak o'zi. Yaxshi, sifati. Xuddi shunaqa. Mana bu tomonda o'tin. Atatomnilari bor. Ular ham 220 ming so'mdan sketkada. Bu ham skitka. Bu ham Skitka joyiga skitka. topib qo'ying, 220 ming so'm. Akalar skrinshot qilib olinglar. Mana alohida o'sha 220 mingligini ko'ryaptimi, chiqyaptimi shu. Skitka holatini mana bemalol skrinshot qilib, har bitta videodan tashlab bemalol bizga xabar berasizlar. O'sha telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, aboylar haqida qo'shimcha yana qanaqangi ma'lumotlar bo'lsa, video davomida berib o'tib ketamiz. Talablarga qarab yana videoni qo'yaveramiz. Shunaqa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, like bosishni unutmanglar. Rahmat sizlarga.